Assalomu alaykum oliyjanoblarning ashaddiy obunachilari. Biz sizlarga yangiliklarni ulashish maqsadida video syomkamizni boshladik. Bizda 14 kunlik va 35 kunlik paketlarimiz bor. Umra safari uchun Farg'ona vodiysidan, Namangandan, Toshkentdan reyslarimiz bor. Kim ota-onasini umraga jo'nataman deb niyat qilgan bo'lsa, qarindosh urug'lar, o'rtoq oshna og'aynilar guruhlariga tashlab berishlaring xolis bo'ladi. Niyat qilganlar uchun 14 kunlik umra safarimiz 26-kuni Farg'ona Madina reysimiz bor. Bu standart plus paketimiz maxsus bo'ladi. Namangandan 15-kuni, 21-kuni, 25-, 26 va 28-kuni Namangan Jidda reyslarimiz bor. Keyin kunda-kunora Toshkentdan reyslarimiz bor. Toshkent Madina, Toshkent Jidda promoy reyslar bo'ladi. Bizda azizlar Ramazongacha ulguraman deganlar uchun 10 dan oshiq sayohat ibodatlariga to'la 50 boshlarimiz tomonidan Qizil dengiz, Hurmo bog'i, Uhud tog'i, Hiro g'ori, Qur'on bosmaxonasi shu kabi ziyoratlarga olib chiqiladi. Biz 50 boshlarimiz tomonidan. Ramazonda esa sayohatlarimiz to'xtaydi. Xudo xohlasa faqat ibodat o'zi bo'ladi. 14 kun davomida 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka shahrida bo'linadi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi hozir. Makkada esa 3 mahal bo'ladi. Ramazonda esa 2 mahal taom beriladi hamda saharlik va iftorlik beriladi. Gastitslarimiz oralig'i Madinada 150-200 metr atrofida bo'ladi. Makkatullohda esa 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Bemalol kimga qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Biz 12 viloyatga onlayn tarzda ish faoliyatimizni olib boramiz. Bu qanday deydigan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp orqali Zagram pasportlarini tashlasalaring, biz mana bunday Centrum Holding shot raqamlarini beramiz. Sizga o'zingizga qulay bo'lgan bank yo bank filiallaridan to'lov qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizni vodiydan kuzatib turganlar uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzali yonida joylashgan ofisimiz. Rasmiy kassalarga kelib o'zbek so'mida to'lov qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Cheklarni olib ketishlaring ham bo'ladi imkoniyati. Bundan tashqari Ramazonning 1-, 2-, 3-, 10 kunliklari bor. Bizda 26 fevral kuni 2-10 kunligiga to'g'ri keladi. Farg'ona Madina reysimiz $1150 dan deb belgiladik. 26 Farg'onadan Namangandagi reyslarimiz esa $1100 dan dedik va 3-10 kunliklarimiz $1400 deb belgiladik. Bitta oiladan 3 kishi yo 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, oshna og'aynilar, guruhlar bo'ladigan bo'lsa, chegirma asosida chiroyli narxlar qilib beramiz. Bizning firma tomonidan beriladigan narsalar Centrum Holding'da mana bunday bejiki va Centrum Holding'da logotipi tushgan mana bunday so'mka beriladi va bizning firma tomonidan beriladigan mana bunday kamzil va Centrum Holding tomonidan ziyoratga borib kelayotganingizda, sayohat ibodatda to'la boy bo'lib qaytayotganingizda 5 litr zamzam suv hadya qilinadi sizlarga. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar, o'zingizni asrang.